Ah, nima bo'ldi? Yo, barchaga salom. Sizlar bilan bu men Crazy Gaming, Crazy MC demoqchi edim, o'zimga adashib ketibman. Xo'p, biza bugungi videoda bu mana shu orqamda turgan qishloqni va o'zimni bir ikkita modlarim bor tayyorlab qo'ygan, shularni sizlarga obzor qilib ko'rsatib o'taman. Unda ekran yaxshilab joylashib oling. Bugungi rolik boshlandi. Voy, Minecraft qotib qoldi-yu. Hech qisi yo'q. Bu yer yana nima? O'zim ham bilmayapman to'g'risi. Bu meni uyim, bu inventar. Ko'znitsa. Pastga tushib olamiz. Yana bitta ko'znitsa bor ekan. Ana bu yerda bitta bor edi, bu yerda ham bitta. Temirchi ham bor ekan. Hey. Xo'p, bu yerga kirish uchun buzib olamiz. Yerlarni buzib bo'lgandan so'ng videoni tezlashtirib oldim. Tezlashtirib ham o'tkazib yubordim. Bu yerlarda nima bor ekan, ha? Bu yerda mana bundan boshqa hech narsa yo'q. Xo'p, bu yerdagi loylarni ham buzib olamiz. Mana. Voy, o'laman hozir. O'lmadim men, qiziq. Yebana. Xayrlashadim hozir sizlar bilan. O'lib qoldim, ha? Hech qisi yo'q. O'lmadim ham hattoki. O'lmadim. Birinchi video bo'lgani uchunmi? Uyimga xush kelibsizlar. Borasizlar kompyuterga o'tirmasdan kompyuterga o'tiramiz, mayli. Minecraft o'ynaymiz. Minecraft o'ynab bo'ldik. O'ynamadim ham hattoki. Mayli. Ichida hech bola yo'q. Yerlarni solib qo'yamiz. 8 ta yerim bor ekan. Yerlar ko'p, manda o'ynama. O'tirib televizor ko'ramiz, ko'rmayman. Qornim ochuz. Pizza yeb olaman. Sok ichib olamiz. Icholmadim. Bu Minecraft-ku. Xo'p, pastga tushib olamiz. Semirib ketdimmi? Sig'mayapman. Yo, semirmadim hali. Va tushdik, mana tepani yopamiz. Va bu meni xonam. Pultni olib televizor ko'ramiz. Aroqni kim qo'ydi ustiga? Televizor ko'rib o'tiraman, mayli. Minecraft film bo'lyapti ekan. Alex and Steve qiziqmas bu. Bilmadim bu nima ekan. Qiziqmas narsalarni beradi bana. Bu ham qiziqmas. O'chirib olib qo'ygan ma'qul. Pultni o'rniga qo'yamiz deb. Vanikni o'chiramiz. Bu yerda kompyuter o'ynaymiz ozgina. O'ynamayman. Ko'zimiz og'ridi. Bo'lib chiroqni o'chirib ketib boramiz. Xayr, xonam, shoshmanglar. Mani qornim och-ku. Mana odamman. Tovuq go'shtini yeyman. Mana o'rniga solib qo'yamiz. 18 ta ikkita tovuqni o'zim yeb qo'ydim. Yo'q. Xo'p. Qishloq. Xo'p, mana bizada birinchi mod. Bizning birinchi modimiz Mabel Fortnite modi. Bularda ko'p, hamma yo'q narsani o'zi yo'q bu modda. Mana unitaz, kir mashinasi, televizorlar, kompyuterlar,
kompyuter bittalik, ikkitalik, uchtalik, to'rttalik kompyuter ham bor hattoki. To'rttalikni ko'rganmisizlar? Ko'rmaganlar bo'lsa like bosib, obuna bo'lsin. Qaytgancha eslatib o'taman. Bu videoda 50 ta like yig'ilsa, men top 20 ta resurs pak yoki browser pak hamma любой modlarni qo'shib video qilaman. 50 ta like. Shu videodan 50 ta like yig'ilsa, qo'lidan keladi menimcha. Birinchi videomda 50 ta like bo'ladi. Yaxshi natija, lekin birinchi videodan 50 ta like yig'ilib ketsa agarda. Yig'ilmasa ham video chiqadi, lekin 50 ta like yig'ilsa 20 ta mod chiqadi. Top 20 ta mod. Uning ichida qurol modi, mebel, har xil modlar, shaderlar bor bo'ladi albatta. U video menimcha 20 minut, 30 minut, 25 minut bo'lsa ham mayli. 20 ta mod axir u. Voy qish qo'yib oldim. Mana 3 talik kompyuter hamma biladigan. Bu 4 talik kompyuter. YouTube bor, Minecraft, Google va Discord bor. Bu yerda hammom. Qo'yib oldim. Qaramayat bo'ladi. Bosib ulgurib qoldim. Eng qizig'ini ko'rsataymi? Mana, eshitdinglar? Ovoz nima deyapti? Bunaqasi bo'lmagan hali Minecraftda. Zo'r, eng qizig'i. Kinoteatrlarga qo'yiladigan mana shunaqa ekran, monitormi? Qani shunaqa. Xo'p. Yana nimalar bor? Mana bizda 3-mod. Bizning 3-modimiz World Edit modi. Xo'p, bizga nima kerak bo'ladi? Mana bu tayoq, block picture, fill kerak bo'ladi yana va bu radiator kerak. Va bitta blok, diamond block. Diamond blockni bu yerda yer tanlaymiz, mana shuncha oraliq. Va bu yerga xohlagan bitta blokni qo'yamiz va pitch air yordamida bosamiz va mana dadam tayyor. Tayyor mana. Juda oson va bunda xohlagan kattalikdagi o'lchamlarni blok qo'ysalar ham bo'ladi, o'chirsalar ham bo'ladi. Men hozir naslab ko'ryapman, blok qo'yishni bilmayman hali. Lekin o'chirib o'rganib oldik. Mana. O'chirish oson ekan. Keyingi videolarda men bu mod haqida yana to'xtalib o'taman va o'shanda blok qo'yishni ham o'rganamiz. O'sha yordamda sizlar bilan birgalikda biza qal'a imperiya quramiz. Yoki bitta server ochishimiz ham mumkin. Kam kishilik 100 ta, 50 ta, 200 ta kishilik. Kirganlarga bog'liq bu. Birovlar serverga o'xshab donat, unaqa emas. Prosta server ochamiz. Nima qilib gaplashib o'tiradigan. Mana bunaqangi World Edit modi telefonga yo'q edi menimcha, ana endi bor. Blok qo'yish imkoniyati bor, prosta men bilmayapman-da. O'rganib oling. Telegram kanalimga yoki YouTube'ga ham bitta video yoki qisqagina shorts qo'yishim mumkin. Baribir qo'yaman. O'rganib oling. Mana buni qo'yamiz yoki.
Airblock. Yo'q. Yo'q, baribir ham o'chib ketyapti-da. O'chib ketyapti baribir. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.